Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilarimiz va Usta Ravshan kanali obunachilari. Sog' salomat yuribsizlarmi? Nega bizni kuzatishda davom etmayapsizlar? Pastpishliklar. Shu ustalarimizga laykni ko'paytiraylik, qarang. Qanday chiroyli ishlarni terib, bular bitkazishdi. Shu kechasi 12-1 gacha ishlashdi ustalarimiz, qo'llari dard ko'rmasin buni. Qishlarimizni vodennoyga qo'yib terishdi. Uruvinga olib burjaylarni lazerga chiqarib ketishdi. Juda qattiq ishlashar ekan bular. Namanganlik ustalarimiz, qo'llar dard ko'rmasin. Ishlarni yaxshi terishgan ekan. Shkaturkalarni biz uryapmiz ustalar bilan birgalikda. Mana shkaturkalarni ko'rsatamiz. Bu shkaturkamiz Padme ekipajda. Ikkita xonamiz qoldi. Qolgan xonalarni 15 yil oldin bu xonalarni hammasini video qilib chiqargan edik. Mana ramka padagonliklarimizni ham qo'yishdi. Xudo xolasa shkaturkalarni bitirib hammasini yorug' yuz bilan topshiramiz inshaalloh. Mana polda biz steshkamiz qoldi, yana ikkinchi so'lagi. Steshkalarni bitirib bo'lgan edik. Mana bu holatda urib, birinchi pastdan urib 2 metr, 2,5 metr joyda qolgan tepada pravilaga chiqarib ketiladi. Shkaturkachilarimizga ham oson emas. Nafs yegani bilan ishlari juda chiroyli va sifatli chiqyapti. Burchaklarimiz mana avval ko'rsatgan edik, pravila qo'yib juda chiroyli chiqqan burchaklar. Yorug'lik mana devorlarimiz juda ideal. Tax shpagilyovka aboyga. Mana katta xonalarimizni ham qilganmiz. Bizda ikkita ustamizga 3 ta arava ishlayapti. Bitta, ikkita, 3 ta rastvor to'shishga. Bitta o'zim uspit qilib ola olmayapman ikkalasiga. Juda tez ishlayapti bular. Mana bu xonalarimizni ko'rsatib o'tamiz. Katta mehmonxonamiz bu. Zal. Birinchi xonamizni bitirgan edik. Oynalarni qo'yib ketdi ustalar. Qo'llar dard ko'rmasa juda yaxshi, chiroyli ishlashar ekan. Mana xonamiz bitdi. Mana shu mishalkamiz bizda dasyorimiz bu. Ko'p ishimizni qilib beradigan. Ustalar xonasini ko'rsatgan edim. Oxiriga qilinadi bu. Mana Reshparafotlik xonamiz bo'lgan. Kuxunli zal. Katta oyna qo'yildi bunga ham. Shkaturkamiz juda ideal chiqyapti. Kimni qiziqtirgan taklif savollar bo'lsa bemalol murojaat qiling. Telegram kanalimizga o'tib, Mohir ustalar deb yozsangiz chiqadi. Videolarimizni qo'yib boramiz azizlar. Bizda shunaqa gaplar. Sog' salomat bo'ling, bizni kuzatishda davom eting.